Launcherni qanday tortishni o'rgataman. Birinchi bo'lib Play Market ilovasiga kirib olamiz va qidiruvga kiramiz. Qidiruvdan ilova qidirish joyiga kirib Moja Launcher deb yozib olamiz. Keyin qidiramiz. Birinchi chiqqan mana bu ilova ana shunisi bo'ladi. Ana shu ilovani tortishingiz kerak. Keyin buni tortasiz. Men esa allaqachon tortib bo'lganman. Shuning uchun sizlar buni tortib olasiz va o'ynaverasiz. Keyin buni ichiga kirgandan so'ng ichiga mana shunday kiradi. Sizlar keyin mana bu yerdan akkauntlar ochasiz. Adada akkauntga kirib, Locard akkauntga bosasiz va bu yerga xohlagan ismingizni yozasiz. Farqi yo'q. Keyin loginni bosib olasiz. Mana sizlarda allaqachon akkaunt bor. Mana. Keyin buni nastroyka qilish bor. Bu yerga kirib, birinchisini bosamiz. Mana buni 70 qilib qo'yamiz. FPS ko'taradi keyin. Bularni to'ralasini ham olib qo'yamiz. Men yo'q bo'lsa, mana bitta yo'q bo'ladi. Shuni olib qo'yasiz. Keyin bu yerga kirib, bu narsani 145 qilib qo'yasiz. Bu o'sha turaveradi. Keyin buni 90 ligacha turaversin. Bu narsani 300 qilib qo'yasiz. Mana buni. Keyin bu yerdan mo'ram men telefonim kuchli, shunga rami ham kuchli. Keyin beydan buni o'rtacha qilib qo'yasiz, telefonning kuchiga bog'liq. Keyin bu yerga kirasiz, shunday qoladi. Keyin chiqamiz. Mana bu yerda mana bu tugmani bossangiz sizda bundaqa Create New Install degan narsa bo'ladi. Mana. Mana bu